2026 yilgi Nissan Sunny bu kundalik hayot uchun mo'ljallangan, tejamkor, ishonchli va zamonaviy sedan bo'lib, Nissan kompaniyasining ko'p yillik tajribasi va global bozordagi ehtiyojlarni chuqur tahlil qilgan holda ishlab chiqilgan avtomobilidir. Ushbu model asosan shahar sharoitida qulay harakatlanish, oilaviy foydalanish va arzon ekspluatatsiya xarajatlarini istagan haydovchilar uchun yaratilgan. 2026 yilgi yangi avlod Nissan Sunny dizayn, texnologiya, xavfsizlik va yoqilg'i tejamkorligi bo'yicha sezilarli darajada yangilangan. Tashqi ko'rinishidan boshlasak, 2026 Nissan Sunny avvalgi avlodlarga nisbatan ancha zamonaviy va jozibador ko'rinishga ega. Old qismida Nissan'ga xos motion radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u yanada kengroq va agressivroq dizaynga ega. LED texnologiyasidagi old chiroqlar yanada ingichka shaklga keltirilgan va kunduzgi LED yoritgichlar bilan to'ldirilgan. Bu nafaqat tashqi ko'rinishni chiroyli qiladi, balki tungi haydashda ko'rinishni ham yaxshilaydi. Old bamper aerodinamik jihatdan qayta ishlangan bo'lib, havo qarshiligini kamaytirishga xizmat qiladi. Yon tomondan qaralganda, avtomobilning silueti silliq va oqimli chiziqlarga ega. Eshiklar ustidagi chiziqlar avtomobilga dinamik ruh bag'ishlaydi. 2026 yilgi Sunny'da yangi dizayndagi 15 yoki 16 dyuymli yengil qotishmali disklar taklif etiladi. Orqa qismida esa LED orqa chiroqlar, kengroq bagaj qismi va soddalashtirilgan bamper dizayni e'tiborni tortadi. Umuman olganda, tashqi dizayn yoshlar uchun ham, oilaviy xaridorlar uchun ham mos keladigan universal uslubda ishlangan. Salon ichiga o'tsak, 2026 Nissan Sunny interyeri ancha zamonaviylashganini darhol sezish mumkin. Old panel minimalistik, ammo funksional dizaynda yaratilgan. Markaziy konsolda katta sensorli displey joylashgan bo'lib, u multimedia tizimini boshqarish uchun xizmat qiladi. Ushbu ekran Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfonni avtomobil bilan oson bog'lash imkonini beradi. Ovozli o'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq masofaga haydashda ham charchoqni kamaytiradi. Matoli yoki sun'iy charm qoplamali variantlar mavjud. Old o'rindiqlar balandligi va masofasi sozlanadi. Rul esa ko'p funksiyali bo'lib, unda audio tizim va telefon boshqaruv tugmalari joylashgan. Salon ichidagi materiallar sifati avvalgi Sunny modellarga qaraganda sezilarli darajada yaxshilangan. Plastik qismlar yumshoqroq va yigilish sifati ancha puxta. Orqa o'rindiqlar ham kengligi bilan ajralib turadi. Orqa qatorda 3 nafar yo'lovchi bemalol joylashishi mumkin. Oyoqlar uchun yetarli joy mavjud bo'lib, bu avtomobilni oilaviy foydalanish uchun qulay qiladi. Bagaj hajmi ham sezilarli darajada katta bo'lib, kundalik xaridlar, sayohat sumkalari yoki bolalar aravachasini joylashtirish uchun yetarli. Orqa o'rindiqlar yuklanadigan bo'lib, katta yuklarni tashish imkonini beradi. Texnik ko'rsatkichlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Nissan Sunny bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Asosiy variant sifatida 1.5 litrli benzin dvigateli taklif etiladi. Ushbu dvigatel yoqilg'i tejamkorligi va ishonchliligi bilan mashhur. Shuningdek, ayrim bozorlarda 1.6 litrli benzin dvigateli yoki mild hibrid texnologiyasiga ega versiya ham mavjud bo'lishi mumkin. Dvigatellar chift avtomat uzatmalar qutisi yoki mexanik transmissiya bilan ishlaydi. Yoqilg'i sarfi 2026 Sunny'ning eng katta ustunliklaridan biridir. Shahar sharoitida o'rtacha 6.5 litr, trassada esa 4.5 litr atrofida yoqilg'i sarflaydi. Bu ko'rsatkich uni tejamkor sedanlar qatoriga qo'shadi. Ekologik talablar ham hisobga olingan bo'lib, dvigatel chiqindi gazlar miqdorini kamaytirishga moslashtirilgan. Haydash jarayonida Nissan Sunny juda yumshoq va barqaror harakatlanadi. Osma tizimi shahar yo'llaridagi notekisliklarni yaxshi yutadi. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, ayniqsa yangi haydovchilar uchun qulay. Avtomobilning o'lchamlari shahar ko'chalarida manevr qilishni osonlashtiradi. Tor joylar. Xulosa qilib aytganda, 2026 Nissan Sunny bu kundalik hayot uchun ideal sedan. U chiroyli dizayn, qulay salon, zamonaviy texnologiyalar va yuqori darajadagi yoqilg'i tejamkorligini o'zida mujassam etgan. Agar siz ishonchli, kam xarajatli va qulay avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Nissan Sunny siz uchun juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Bu avtomobil nafaqat shahar ichida, balki uzoq safarlarda ham o'zini a'lo darajada ko'rsatadi va egasiga uzoq yillar xizmat qiladi.